Termiz uy savdosi obunachilari Salovat bozoriga yetmasdan bog'chani yonginasida 14 sotixli hali tugallanmagan uchastkamiz sotiladi. Aytib o'tganimizdek, Salovatda joylashgan ushbu 14 sotixli uchastkamiz 2 qavatdan iborat bo'lib, undan tashqari keng mansardasi ham bor. Birinchi qavatida 2 ta katta xona, ikkinchi qavatida 3 ta shinamxona, uchinchi qavatida esa mansarda sifatida o'zingiz xohlagan planirovkani qilib olish imkoniyati bor. Ko'rib turganingizdek, hurmatli obunachilar, pishiq g'ishtdan mustahkam qilib qurilgan beton karkaslari bilan yuqori sifatli qurilish mollari ishlatilgan, podvallari ham bor. Svet, gaz, suv barchasi o'tgan, muammosiz. Bolalar uchun yonida bog'cha ko'rib turganingizdek, uning yonida esa ko'ngilochar markaz ochilish rejalashtirilmoqda. Hovlida chiroyli, ko'rkam, katta, keng bog' barpo etish uchun maydon ham bor. Narxini aytasizmi? Narxi esa 1 milliard 400 million so'm. Bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Uy egalaridan to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Kelib, xohlagan vaqt ko'rish imkoniyatingiz bor.